bardagiga ahamiyat bermaysizlar. Asosiysi men bu toy cho'ntalarni topdim. Alhamdulillah. Qanaqa qilishni maksimal o'zim o'rganib oldim. Hali syomkani boshlamadik. Kelib ertalabdan repetitsiya qilib turdim. Ko'rsanglar bo'ladi, o'sha qanchalik darajada mehnat ketgan, bu yoqda qancha kofeni to'kkanmiz, qanchasi ketgan. Mana shu espresso bor edi mana. Espressomizni hozir men sizlarga bitta o'zi qilib ko'rsatib beraman. Bu kofe mashinani obzori YouTube'da ham, boshqa joyda ham, hali rus tilida ham, o'zbek tilida ham ko'rmadim. Bo'lib ham o'zining nastroykasi ham ingliz tilida ekan. No, tilni tushunib oldik. Bismillah ko'ramiz. Cappuccino mix ketdi. Kofeni maydalab oldik. Temperovka qilamiz. Mana shu okeydan cho'kigacha bo'lishi kerak. Keyin bismillah olamiz. Qo'ydik. Bor, buni xohlasanglar avtomatik hop kofemizni ko'rsanglar bo'ladi. Biladigan odamlar strogo не судить, потому что men profi emasman bu narsada. Любительman, o'zim qiziqaman, любительman. Bismillah. Sutni solamiz. Keyin solaylik. Bu sut ko'pirtirishni, to'g'ri ko'pirtirishni bilmaydigan odamlar uchun bu modelni zo'ri. Olamiz, qo'yib mana. Qo'yganimizdan keyin o'zi avtoda turibdi. Bosamiz. Bo'ldi. Ruchnoyda mana M'da, manualda o'zingizlar ushlab turasizlar, kerakli gradusga chiqqanda to'xtatasizlar. Hatto u 65 ta emas, undan tepasiga qarab ham ketib turadi. Xo'p, endi qaranglar, bitta zo'r tomoni chiqardi. Mana. Ustimizdan chiqardi. Qo'yamiz, bo'ldi. O'zini o'zi tozalab yuboradi. So'roqlar. Mana bu joyini bo'lsa, barmenlar lattada shuni artib olishadi. Yaqin lattada artib olsa bo'ladi. Yo'q, bo'lmasa bizning holatda salfetkada yaxshilab artib yuboramiz. Shu. Endi kofemizni barmenlar takoy latte artib qo'yishadi. Latte art deydimi? Mana, bismillah. Men chizishni bilmayman. No. Hop, kelinglar sizlar bilan solishtiramiz. Mana hamma rasmliga cappuccino, endi latteni chashkasiga tayyorladim. No. O'xshagan-ku, tan olinglar. Xullas aytganimdek orqaga qaytishu, mana bir marta o'xshamadi degani, bu degani ana umuman imkonsiz degani emas. O'xshatdi, alhamdulillah. Men tayyorlagan kofem, mana shu kofeni tayyorladim. O'zingizlar baho beringlar, kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Video ancha cho'zildi, no foydali bo'ladi deb o'ylayman.